Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, bugun 500 ta odamga osh Norvegiyada. Somali degan millat bor, Afrika, o'shalarni to'yiga. Birinchi 250 ta porsiyani men xudo xolasa soat 2 gacha yetkazib borishim kerak. Soat 2 da faqat ayollar to'yida o'tirarmish. Keyin soat 10 daga kechqurun yana 250 ta porsiya oshni erkaklarga olib boraman. Endi islom dinida bular birinchi ayollar, keyin erkaklar bazmda o'tirar ekan, shu to'y marosimida. Xullas, gap unda emas do'stlar. Men sizlarga boshqa ikkita tarixi aytib bermoqchiman. Ikkita bola 22-23 yoshli bolalar. Xullas, Germaniyaga kelishgan 3 yil oldin. 1,5 yil har xil ishda harakat qilishdi o'sha ikkita bola. Do'stlar, ikkita do'st xullas. Birinchi ishi ularni o'sha qanaqadir maktablarni uborka qilib yurishib, xullas oxiri stoytalada ham ishladi, dastavkada ham ishladi. Xullas oxiri nima qildi bu bolalar? Bir kuni Berlin shaharida bozorga aylangan. Endi shanba oddiy xuddi bozorlar bo'ladi, yarmarkalar bo'ladi. O'sha yerga chiqqan ekan, qarasa, palatkalar turibdi. Palatkalarda oziq-ovqat ham odamlar pishirib sotyapti. Xullas, keyin bular qiziqib qolib, ular ham o'sha davlat firma ochishdi, xususiy tadbirkorlik firma ochishdida, palatka sotib oldi, davlatdan o'sha hokimiyatdan o'sha palatkaga 3 palatkaga joy olishdi. Oddiy sosiskani pishirib, hot-doglar qilishni boshladi. Birinchi shanba oddiy 2 kun ichida bu bolalar 1800 yevro foyda qildi. Keyingi shanba oddiy esa, lekin bular yangiliklarni kiritishni boshladi. Masalan, ikkita hot-dog olsang, bittasi tekin. Masalan, ikkita hot-dog olsang, bitta kofe tekin yoki bitta napitka senga tekin deb, xullas, yaxshi rivojlanib, oxiri shanba oddiy kuni 2800-3000 yevroga foydaga chiqishdi. Agar eski ishlarini hisoblab chiqqanda bolalar aytishardi, biz oddiy ishchi bo'lib, dastavkada ham qurilishda ham ishlaganimizda janari borsa har bittamizga eng uzog'i bilan 2000 yevro ko'tarardi deydi. Ikkita odamga 4000 yevro ko'tarardi deydi. Hozir esa atiga 2 kun shanba oddiy ishlab, hozir o'sha pulni topamiz deyapti. Bir haftada oldin esa bular shu pulni bir oyda topgan bolalar. Mayli, uni ham mayli deylik, uni ham esdan chiqaringlar. Xullas, 40 yoshli bitta odam, erkak Italiyaga borgan. Italiyada kontrakt bo'yicha qanaqadir fabrikaga borgan. Fabrikaga borib, o'sha yerda 700 yevroga ishladi o'sha. Bir kunda o'sha 8 soat ishlab, ertalab soat 7 dan soat 4 gacha ishlab, 3 ga 4 gacha ishlab, xullas o'sha bola, o'sha yigit rasa qidirishni boshladi. Yana qanaqa ish to'rdan keyin ishlasammikan deb. Bitta o'sha pizzaga, dastavkaga bordi. Harakat qildi, o'tda ham uni aldadi. Tegida velosiped bo'lgani uchun, o'sha ko'chalarni yaxshi bilmagani uchun, ham tilni yaxshi bilmagani uchun o'sha choy chaqadigan narsani ham ola olmadi-da. Endi salom alaykum qilish kerak do'stlar. Agar chet elda yurgan bo'lsang, masalan, o'sha Germaniyadami, Italiyadami, Ispaniyadami o'sha tillarni bilish shart do'stlar. Agar tilni bilmasang, qanaqa muomala qilasan, qanaqa tushuntirasan, qanaqa assalomu alaykum deysan o'sha odamlarga-da, masalan, o'shalarning tilida masalan-da, ketmoqchimanki. Lekin bu yigit, bu kishi nima qildi? Bu kishi bir kuni bitta haligi poyabzal tikadigan bitta cholni uyiga pizza olib bordi. Olib borib, haligi chol ham sal rahmdillik ekan, qattansan, yo'q suvsi ham bu endi tushunarlicha tushuntirib, xullas, men shu o'sha yerdan men shu davlatdan kelganman, ishlaganim, men bir zavod fabrikada ishlayapman, lekin oyligi kam, shuning uchun meni dastavka qilib yuribman, hech bo'lmasa bir qism ishli oilamga degan ekan. Haligi chol keyin bir haftadan keyin yana pizza zakaz qilgan ekan, yana o'sha kishi o'shanga pizza olib bordi. Oxiri haligi kishi bu choldan so'rab, "Asanda, mayda-chuyda ishlaring yo'qmi? Men kelib yordam beraman" degan ekan. Xullas, "Amayli kelsang-ki, endi agar ish bo'lsa beraman, ish bo'lmasa bemalol gaplashib o'tamiz. Men ham zerikaman" deb gapiribdi.
keyinchalik bu odam o'sha choldan sal pal surishtirib qiziqsa, bu chol juda ham haligi shaxsiy poyabzal tikadigan nomi chiqib ketgan odam ekan. Xullas, tuflilarini zakazga tiksa eng kamida 1,5 ming yevrodan 3 ming yevrogacha poyabzal tikar ekan zakazga. Endi terilarini ham, ishlayotgan terilari ham timsoh terilari deysizlarmi, ilonni teri deysizlarmi, xullas qimmatbaho terilardan juda ishlar ekan. Bu avlodlab shu narsani haligi suv ustachiligini qilar ekan bu chol. Xullas bu bola esa Dog'istonlik. Bu Dog'istonlik esa xullas kelib, endi o'zingizlar bilasizlar, biza suhbatlashadigan katta yoshli kishi bo'lsa, biza suhbatini masalan maslahatni olishni yaxshi yoqtiramiz. O'zimizda bor bu narsa deb demoqchimanki. Xullas shu bola, shu yigit o'shanga borib yordam berib, o'sha bir ikkita narsani ko'rib, qotgan ishlarini ko'rib, xullas qo'liga pichoqlarni olib, sekin o'sha terlarni kesib, sekin qilibchi 1 yil qatnab shu narsani o'rganib oldi. Oxiri nima bo'ldi? Shunga 10 yil o'tdi, do'stlar. 10 yil o'tdi. Oxiri nima bo'ldi? Hozirgi kunda o'sha Dog'istonlik bolachi ko'shini kurtkara deysizlarmi? Oyoq poyabzal deysizlarmi? Nomi ham chiqib ketgan. Bir oy daromadi 7,000-8,000 yevro eng kamida. Toza cho'ntagiga tushayotgan puli. Undan tashqari bu ishchilarni ham ishlatadi. Lekin juda ham yaxshi zakaz bo'lganda biza 20,000-30,000 yevro ham ko'targanmiz deydi. Ishchilarni tashqari, oyligidan tashqari, o'sha joyini arendasidan tashqari chisti foydani gapira olmaslik do'stlar. Hozirgi kungacha eng kamida bitta poyabzalgacha 500 yevrodan 3000 yevrogacha kurtkalarni 2000-3000 yevrodan tikyapti shu Dog'istonda. Yevropada. Tushunyapsizlarmi? Endi sizlarga savol. Gap bormi?